Eshiging yarim ochilganga qaraganda sevgilingni yashiryapsanmi? Qani bir ko'ray, bitta ko'ray. Voy, to'xta. To'xtasang-chi. Bema'ni gaplarni yig'ishtir. Men yolg'izman. Bu kiyim esa oyimniki. Ular o'tgan kun bu yerga kelib ketgandilar. Ha, bitta ko'ray bo'ldi. Voy, to'xta. Ha, to'xta. Hoziroq bu yerdan yo'qol. Qorangni o'chir. Shunchaki bitta ko'rib chiqaman. Mayli, kelishdik. Men telefon qilgandim, Yuani eshityapsanmi? Senga bir narsani aytmoqchiman. Chofu ish topdi. Tiangning mo'ylaviy kompaniyasidan. Buni tushunyapsanmi axir? 500 ta kompaniya, bu haqiqatan ham havas qilsa arziydi. Xo'p, mayli, men ketaman, ishim bor edi. Agar vaqting bo'lsa qo'ng'iroq qil. Mayli, ket. Yaxshi yetib ol. Mayli, ketyapman, yaxshi qoling. Cheshin, u kim? U shunchaki sinfdoshim. Sinfdoshing? Ha, shunaqa. U meni qiz do'stim. Aftidan u juda chiroyli bo'lsa kerak. Bo'lmasa do'stlaring eslatishmasdi. Yo'q. O'sha paytda men ahmoq bo'lganman. Sevgi nimaligini tushunmasdim. Buni jiddiy qabul qilma. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu o'tmishda ekan. Lekin o'tmishda nechta qizingiz bo'lgan? Men aytadigan boshqa narsa yo'q. Boshingni qotirma. Men ovqatni olib kelaman. O'ylashni bas qil. Nechta qiz bilan gaplashgan bo'lsang ham, umringni oxirgacha boradigani men bo'laman. Yoqimli ishtaha. Go'sht yo'qmi? Shu kunlarda juda ko'p go'sht yeyapman. Semirib ketishim mumkin. Shuning uchun yog'dan voz kechamiz. Menimcha pul topish vaqti keldi. Lekin nima ish qilaman? Men juda ahmoqman. Shu paytgacha ishlamaganman. Shu paytgacha hamma pulimga yeb ichganim uchun endi pulim qolmasa kerak. Sizga kartada 2 million bor. Narsalarni sotib oling. Qancha? 2 million? Qanaqasiga bunchalik boysan? Dadam Shinze guruhining boshlig'i. Ota-onam ajrashgan. Men onam bilan yashaganman. Dadam menga har oy pul berib turar edi. Hammasini sarflamaganman. Shunga saqlab qo'yganman. Shinze kapital xo'jayini? Sen ularning qizimisan? Yo. Otangni puliga tega olmayman. U juda ko'p. Bu dadamniki emas, o'zim ishlaganman. O'zing ishlab topganing 2 millionmi? Ha, dadam bergan pullarni aksiyalarga sarmoya kiritish uchun ishlataman. Bu 2 million meni daromadim. Bemalol foydalaning. Xinyu juda ajoyib. Oddiy odamlar umri davomida topa olmaydigan pullar mana shu yerda. Shuning ham juda ahmoq. Aslida bu qiyin bo'lmagan. Sichqonchani 1-2 bosish bilan 2 million topish qiyin emas. Shuning siz albatta qobiliyatli bo'lasiz. Buni sizga birinchi bergan sarmoyam deb qabul qiling. Kelajakda pul ishlab qaytarishingiz mumkin. Onamning aytishi bo'yicha o'g'il bolaning g'ururi muhim ekan. Agar buni Shenyanga aytsam, meni rad etmasa kerak. Qanday ahmoq. Yaxshi, lekin hozir ish topish juda qiyin. Oyliklar ham bor yo'g'i 3-4 ming yuan. Har oyda 2 ming tejash mumkin. Yiliga 20 ming bo'ladi. 2 millionni yaqin orada qaytarib berishim noma'lum. Ertaga hammasini sarflashingiz mumkin. Shunda u pulni to'lash uchun doim yonimda bo'ladi.